Kiyim xarid qilish kerak deganimizga birinchi xayolimizga Adidas, Nike, Gucci, Zara shunga o'xshagan brendlar keladi. Nima uchun o'zbek brendlari hech kim xayolga kelmaydi? Bugun biz shu savolga javob topish uchun Mavrid brendi ostida ishlab chiqariladigan o'sha kiyimlarni ishlab chiqaradigan fabrikasiga kelganmiz. Bu yerda Asliddin degan Mavrid ish boshqaruvchisi Asliddin bilan gaplashamiz. Qolgan gaplarni ichkarida davom ettiramiz. Videoga like bosib, bizani kuzatishda davom eting. Mavrid brendi nima mahsulotlar ishlab chiqaradi? Mavrid brendi asosan erkaklar kiyimlari, futbolka, finka, vitrovka, nimchalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Nomini nima uchun Mavrid qo'ygansizlar? Mavrid fursati, kiyinish fursati, Mavrid kelgan degan ma'noda Mavrid qo'yganmiz. Qaranglar, yuqorida aytgan Adidas, Nike, Gucci shunga o'xshagan brendlardan sizlar ishlab chiqaradigan mahsulotlarning farqi nimada deb o'ylaysizlar? Endi bizning brend bilan mahsulotlarning asosiy farqi narxida bo'ladi. Sifati, ishlatiladigan matolarimiz deyarli bir xil matolar. Unda nima sizlarga dunyo tanimayapti? O'sha Nike, Adidas singari. Sabab nimada? Asosiy sabab marketing. Biz mahsulot ishlab chiqarishni o'rgandik, endi xudo xolasa brend qurishni o'rganyapmiz. Sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga qanday texnologiyalardan ko'proq foydalanamiz? Jak korxonasiga murojaat qilamiz. Ko'rishinglar mumkin, korxonamizda 99% uskunalarimiz Jakdan. Do'koninglar bormi shaharlarda? Asosiy sotuv punktimiz birinchisi Abu Sahiyda va Telegram yoki Instagram orqali aloqaga chiqsa ham mahsulotlarimizni Mana shu Instagramga bularni kalibratsiya qilib qo'yamiz. O'zimiz mahalliy ishlab chiqarish brendlarini sotib olsak, yangi ish o'rinlari ochiladi. Iqtisodiyotimizga juda katta foyda beradi.